Mahmud aka, atelye ochish uchun necha pul kerak bo'ladi? Keling, men sizga o'rtacha xizmat ko'rsatish bo'yicha hisoblab beraman. Xizmat ko'rsatish degani, masalan, shimni qisqartirish, toraytirish bo'ladigan bo'lsa, bitta to'g'ri chop, ya'ni dastgoh o'rtacha $500, ikkinchi overlock hisoblanadi, o'ramali chok hisoblanadi. Bu esa $600 bo'ladi va bitta yaxshi dazmol 500 so'm va shinamgina xona o'rtacha $3000 bilan boshlasa bo'ladi, ya'ni xizmat ko'rsatish. Agar siz bizadagi xizmat ko'rsatish, ya'ni materialni olib kelib qo'yib, materialga pul tikib bizadagi xizmat ko'rsatishni nazarda tutadigan bo'lsangiz, unda ancha katta summa talab qilinadi. Bunda $60,000 bilan boshlash kerak bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, juda ham ko'plab materiallarni olish kerak bo'ladi oldindan. Ikkinchi tikuv dastgohlari. Undan tashqari menda $22,000 dastgoh turibdi. Faqat bitta funksiya, ya'ni bir xil yo'nalish qiladi. O'zingizga qancha pul tikib boshlagansiz? Men o'zim Allohning fazli karomati, qolaversa yaxshi insonlarning ko'magi bilan $60,000 qarz olib boshlaganman. Bunda nimalar ketadi? Masalan, ikkita to'g'ri chok, bitta yon mashinka, press, petla, tugma petlalarni har bitta $8,000-9,000 dan turadi. Umumiy olganda materiallarni ham olib kelib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xullas $60,000 noldan qarz bilan boshlaganman. Sizlar $60,000 ga qanaqa biznes qilgan bo'lardinglar? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar.